Assalomu alaykum, hurmatli dizaynerlar. Bugun 3D Max 2027-versiyasini obzorini ko'rib boramiz. Sizlardan like, поддержка, shuni bosib qo'ysanglar 1 sekund vaqtga ketadi. Rahmat. Mana 3D Max 2027 ga kirib oldik. Birinchi mashqda mana Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl X bilan qisib olamiz. Keyin hop yangi qo'shilgan narsa mana bitta boks chiqamiz. Mana bunga bossangiz shuni o'zida yurgizsa bo'lar ekan. Keyin shuni o'zida aylantirsa bo'lar ekan. Bitta o'zi aylanadigan ham bor, instrument bor. Nimaga qo'shishgan? Chetda bilmadim, buni jarayonda ko'ramiz, ishlatib ko'ramiz. Hop, bitta o'zgarmagan o'rtasida ko'rsatadi. Kamera, ana magnit 2.5 da ishlataman. Bu yoqda настройкаларni hech narsa o'zgarmagan bilan ishlataman men. Yo'q, настройкani to'g'rilab chiqaman. Yengilligi shu ekan. Men ko'rganim, hozircha ko'rganim shu. Birinchi kanalni bitta настройка qo'yish kerak bo'ladi. Birinchi pastga tushib, har safar kirib kanalni belgilamaslik uchun shuni okey, save qo'yish kerak. Okey. Kanalga o'tib. iPhone. Gotik. Not. Okey, xo'sh, har safar kirganimizda kanalga o'zi avtomatik kanalga o'tgan bo'ladi. Hop, bu yoqda yengilliklar uncha yo'q. Bitta настройкani to'g'rilab qo'yamiz. Yo'q, men shell ishlataman. Hop, extrude. Hop, FF ishlatamiz. Ikki bilan to'g'ri ishlatamiz. Hop, smooth. Symmetry. ishlatamiz. Bu yerda hozir fluorogalitim bor. Fluorogatrimni alohida o'rnatib olish kerak. Bizda yana bor. Turbosimiz kerak. Turbosimiz UV-map kerak. Buni okey qilamiz, keyboardga chiqarish uchun. Galchkani bosib qo'yish kerak. Buni saqlanib qilish uchun bitta X bosib ketish kerak bo'ladi. Men nimaligini bilmadim. Yangi ikonkasi bor ekan. Biz boks qilib qo'yamiz. O'zgarmaydi. Interfeyslar, основной interfeyslar o'zgargan ekan. Keyinchalik men bitta detalniy
modeling qiladiganlarga detalniy ishlash ishi chuqurlashgan, qisqaroq aytganda. Ham kerak emas bizga. Map save bitta bosib qo'yamiz-da. Okey. Endi o'zgardi. Hop, keyingi darslarda уже darsliklarni boshlaymiz. Bizda sanuzelni birinchi bo'lib sanuzel qilishni boshlaymiz. 0 dan sekin-sekin boshlaymiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.